Ko'ylak bilan shim, mashiktasini o'rab berasiz. Yaxshilab oyoqni qimirlatma. o'yna. Ukam bu 3-sinf bolaga to'g'ri keladi. Ha, to'g'ri keladi. Yaxshilab, aylanib bemalol. Yaxshilab o'yna. Rahmat sizga. Qani? Ha. Qani. Yaxshilab o'yna. So'l o'ynayur ekan bu. Qani. Yaxshilab. Yomon o'ynayapti-yu. Mana men buni to'g'rilab qo'ygin. Mana ukam. Qani hop. O'yna, men qistirib qo'yaman. Yaxshilab o'yna, yana beraman. Ha, polvon. O'yna. Ey. Tushunmadim o'rtoq, nimaga turtlayapsan? Nimaga bolani ustidan kulyapsanlar? Nima qilganlaring o'rtoq? Men tushunmadim sizlarga. Pul so'radi. O'yna bersang pul beramiz dedik. Nima qilibdi? Bu bola o'zi nimaga pul so'raganini bilasanlarmi? Marojniy bo'lsa kerak edi. Qanaqa marojniy? Bola ilm olaman. Maktabimga, formamga pul bering deb 15 minut oldin mendan so'radi. Bechorani boquvchisi yo'q ekan. Sal uyalsalaring bo'lardi. Men shu narsalarni kirib olib chiqqanim uchun shu bolani ustidan kulish shartmidi? Farosatsizlar. Qoch. Yuk. To'xta. Bu maktab formalari senga. Rahmat. Ikki qulog'ingga ham quyib ol. Hech qachon g'ururingni pulga sotma. Xo'pmi? Xo'p, rahmat amaki. Sen yaxshi o'qishing kerak. Xo'p, bor qol. Ukam, bu holatingni senga o'xshab bolaligini tirikchilikka almashganlar tushunadi.